Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugungi mening murojaatim O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashiga. Bugun qilayotgan murojaatimning asosiy mazmuni shundan iboratki, adashmasam bundan bir necha yil oldin 2024 yoki 2025-yil atrofida adashmasam o'sha Xalmatova Bashorat ismli o'sha fuqaroni nikohni bekor qilish to'g'risidagi ishida ishonchli vakil sifatida qatnashgandim va o'sha sud ma'lum bir kunga belgilangandi hamda o'sha sudga da'vogar, javobgar sudga borgandi. Biz suddan o'sha nikohni bekor qilish to'g'risida sudga da'vo ariza kiritgandik. Afsuski o'sha sud belgilangan kunda sudya o'sha biz sudga chaqirilgan da'vogar, javobgarlar, lekin afsuski sudya o'sha kuni sud zaliga kelmadi va sud kotibi tomonidan hamma o'sha bugun sud bo'lmasligi aytib ular qaytarib yuborildi. Ammo men sud kotibiga e'tiroz bildirdim. Sababi o'sha sudni boshqa kunga qoldirish uchun ham o'sha sud rais sudda qatnashish kerakligini va sudni boshqa kunga qoldirish vakolati sud kotibida bunday vakolat yo'qligini aytib e'tiroz bildirganimdan so'ng u menga o'sha aka bugun respublikadan oliy suddan sudyalar kelgan, o'zingiz tushunasiz, o'sha qozi bu ularga bir choy-poy qilish kerak, shu sababli bugun sudda umuman qatnasha olmaydi deb aytdi. Men o'zimni o'sha pozitsiyamda qattiq turib sudyani chaqirishini o'sha bu hech qanday qonun hujjatlarida ko'rsatilmaganligi sud belgilandimi yoki o'sha asoslantirib boshqa kunga qoldirilishi yoki o'sha kunning o'zida sud belgilanib sud o'tishi shart degan o'sha talabda qat'iy turganimdan so'ng da'vogar va javobgardan ajrashishga rozi ekanligi to'g'risida ularni yozma roziligini olib o'sha kuni belgilangan kun sud bo'lmasa-da o'sha kun go'yoki o'sha sud jarayonlari, sud protsessi bo'lib o'tib, nikohi bekor bo'lganligi to'g'risida keyinchalik o'sha bizga sud qarorini chiqarib berdi. Bir tasavvur qiling, sud umuman bo'lmadi, lekin o'sha kun sud bo'lib o'tdi deb bizga o'sha sud qarori chiqarib berildi. Bu voqeani nima uchun aytib berdim? Hozir men bu hozirgi murojaatim bu to'g'risida emas, bu suddagi o'sha bo'lib o'tgan bir adolatsizlik to'g'risida sizlarga o'sha ma'lum qildim. O'zi aslida bugungi murojaatim 2026-yil 13-mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Chiroqchi tumani bir sug'urta kompaniyasi tomonidan menga nisbatan o'sha 639 ming qarzdorlik mavjud bo'lgan, o'shani undirish bo'yicha da'vo kiritgan. Meni o'sha sud jarayonlariga chaqirmasdan turib sud ko'rib yuborilgan va buni natijasida menga nisbatan o'sha sud xarajatlari 550 ming atrofida sud xarajatlari qo'shilgan. Endi tasavvur qiling, o'zi 639 ming pulni undirish uchun yana sud xarajatlari 550 ming so'm bunga qo'shilyapti. Bizda o'sha konstitutsiyaviy huquqlarimiz, o'zimizni himoya qilish huquqlarimiz bu yerda buzilyapti. Endi men buni ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat kiritishim mumkin, lekin sudda yutib ham chiqishim mumkindir, lekin afsuski o'sha mana bu yana sudga 414 ming so'm davlat boji to'lashim kerak va 41,5 ming so'm atrofida yana o'sha pochta xarajatini to'lashim kerak. Baribir natija o'sha meni 550 ming so'm ortiqcha xarajat to'lashim bilan yakunlanadi. Endi bu yerdan nimadan noroziman? Meni sud jarayonlariga chaqirganda men o'zim huquqshunosman. O'sha sudga menga nisbatan sug'urta kompaniyasi tomonidan da'vo ariza kiritilganidan xabar topganimda, o'sha qarzdorlikdan xabardor bo'lganimda sudga qadar bu qarzdorlikni bartaraf etib, sudni ko'rmasdan qoldirishni so'ragan bo'lardim. Bu yerda yana o'sha sug'urta kompaniyasi tomonidan menga o'sha talabnoma yuborilmagan. Endi bir tasavvur qiling, sizni qarzdorligingiz mavjud bo'lsa-da, sug'urta kompaniyasi tomonidan
o'sha sizni qarzdorligingizni ixtiyoriy ravishda bartaraf eting. Bo'lmasa biz sizni o'sha qarzdorlik bartaraf etmasangiz sud tartibida o'ndiramiz deb menga o'sha talabnoma yuborish kerak edi. Afsuski bunday talabnoma ham mavjud emas. Qolaversa o'sha Chiroqchi tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sud tomonidan men sudga chaqirilmadim. Sudda o'sha chaqiruv qog'ozini qo'limga olganim yo'q va natijada sud jarayonlarida borib men o'zimni himoya qilish huquqi berilmadi. Shu sababli mana shu yuqoridagi ikkita holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi o'rganish o'tkazib, Chiroqchi tumanining o'sha mana shu ishni ko'rishga mas'ul bo'lgan sudyaga nisbatan qonuniy chora ko'rishini so'rayman har ikki holat bo'yicha. O'sha sud arxiv hujjatlarida Xalmati va Bashoratni hujjatlar hozirgi kunda ham o'sha arxivda saqlanayotgan bo'lsa kerak, o'shani ko'tarib holatda surishtiruv o'tkazilib sudyaga nisbatan hamda uni kotibiga nisbatan qat'iy qonuniy chora ko'rilishi kerak. Bu yerda ham agar imkoniyati mavjud bo'lsa, menga o'sha qaytadan sudda o'zimni himoya qilish huquqim berilishi kerak. Qolaversa o'sha menga talabnoma ham kelmadi. Natijada sudga chaqirilmadim va natijada 550 ming so'm ortiqcha to'lov xarajatlari menga nisbatan o'ndirilishi sud tomonidan belgilandi. O'shaning uchun men sudyalarimizdan iltimos qilib so'ragan bo'lardim, o'sha qonunchilikka, amaldagi qonunlarga qat'iy amal qilgan holda o'sha sud jarayonlarini ko'rib chiqishlaringizni va adolat qaror topishini ta'minlashlaringizni, hamisha o'sha fuqarolarimizni huquqlarini ishonchli himoya qilib, o'sha adolatni yuzaga chiqishda qat'iy amal qilishlaringizni so'raymiz. Sababi mana bu sizlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlaringiz natijasida fuqarolarga nisbatan juda ham katta zararlar yetyapti. Bu yerda o'sha 550 ming so'm juda katta pul emas, lekin afsuski bu yerda o'sha bizga o'zimizni himoya qilish huquqi berilmaganligi, o'sha proses jarayonlarini buzilib, sud bo'lmasdan turib bu o'tgan deyilganligi, chaqiruv qog'ozi yuborilmagan. Balki ularda mavjuddir o'sha chaqiruv xabarnomasi yuborilgan, lekin uni o'sha men olganligim to'g'risida sudda aniq ishonchim komilki birorta hujjat mavjud emas. Sudni mening ishtirokimsiz ko'rish uchun albatta ularda men o'sha chaqiruv xatini olganligim to'g'risida ma'lumot bo'lishi shart.